Xo'sh, mana 4-fevralda ekilgan pomidorimiz, nomi Vorza pomidorisi. O'tgan safar uzoqroqdan oldim. Bu safar yoniga kirib olay deyapman. 4tadan 5tadan. Bu ham mana 4ta katta. Bu ham mana qizaryapti mana. Xullas, Vorza pomidorisi yaxshi ekan. Bugun 75 kun bo'lyapti. Mana qizarib, chiroyli bo'lib, xursand qilyapti. Buni qaranglar, mana bundan bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Qizarishlari yaxshi. Mana bu ham 4ta, 5ta. 5tadan. Bu ikkinchi etaplar. Ikkinchi etaplar. Uchinchi etaplar. Fikringlar bo'lsa bildirib qo'yasizlar. Buni qaranglar, mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta mega. Bu ham 4ta, 5ta, 6ta. Bunda 4ta, mana 5ta. Xudo xolasa juma kunlariga uzaman qizilini deb niyat qilib turibman. Ikkinchi etapi, uchinchi etapi, 4-chi etap. Shularni xonta qilib tashlaganman. Mana 1 2 3 4 5 6ta. 1 2 3 4 5 4 5 6tadan. Fikringlar bo'lsa bildirib qo'yasizlar. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Qizarishlari ham yaxshi. Chiroyli. Bunga endi oshiqcha selitra yo boshqa berilgani yo'q. Mana shu har birini orasiga kavlab chirindi, go'nga, amafos, kalsiy, xullas anaqa vitaminlarni aralashtirib ko'mib chiqilgan. Dorilar nomi esimda yo'q. Ashular bilan bo'lyapti. Kaliyli ozuqalarni eritib berilyapti bochkaga, 1 tonnalik bochkaga. Xudo xolasa nazarimda yaxshiga o'xshaydi. Mayda bir tupi mana qilsa, mashinasi xafa qilyapti. Qorason tushib, hozir qirqib tashlaymiz endi. O'libdi. Ikkita anaqa kasallanganlar ham bo'lib turibdi. Fikringlar bildirib qolasizlar. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Hurmatli dehqonlar. Xudo xolasa holatlar ma'qul kelgan bo'lsa, dehqonchilik like bosib qo'yasizlar. Podpiska bo'lsanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Hamma dehqonlarga omadini bersin.
qilayotgan dehqonchiliklarni Alloh barakasini bersin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin hamma. Shu qatori men ham niyatimga yetdi. Yaxshi pullarga sotib olay. To'ylarga nasib qilsin shu daromad pullari.